Salom do'stlar, yana efirda men Gulsanam. Sevimli xonamda sevimli kitobimning yangi sahifasi bilan tanishishga tayyorman. Siz-chi? Tayyormisiz? Unda diqqat bilan eshitamiz. Sinfxonamizda doim gul tuvaklarda gul o'sar. Ba'zida qaramay qo'yamiz. Dangasaligimiz tutar. Shunda gullar so'lishni boshladi birdan. Nega bunday bo'ldi deb so'radik botanika o'qituvchimizdan. Nima uchun sinfxonada gullar o'stirish kerak? Axir vaqtni olar ular. Suv qo'yib qarash kerak. Savolimizga o'qituvchi shunday javob qaytardi. Bilasizmi, bu gullar salomatligingizni asraydi. Xona havosi tozalab, namlik darajasini oshirar. Bakteriyalarni yo'q qilib, estetik zavq ham baxsh etar. Aslida uyingizda ham gullar parvarish qiling. Havo ifloslanishining shu zayl oldini oling. Jajji bog'bon bo'ling siz. O'z xonadoningizda bahor ham nafas bo'lar, doim yoningizda. Buvingizga gul sovg'a qiling. Bobongizga ham birga o'stirib undiring. Yashnab ketsin olam. Tasavvur qiling, xonangiz to'la gullar. Siz eng toza havodan nafas olasiz. Mirqib uxlaysiz. Xotirangiz ham zo'r bo'ladi. Axir sizning do'stlaringiz gullar bor. Unutmang, biz tabiatni asrasak, u ham bizni asraydi. Ko'rishguncha.